hozir esimda borligida aytib olay, Olmazor MF Qorajiyda qishlog'i, Qo'shtepa tumani. Bu lokatsiya Qo'shtepada 300 ta mol, короче, 2 gektarlik fermamizga 300 ta mol sig'argan, bemalol xarid qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, fermamizni narxini kelishib olasizlar. Bu letni mol boqadigan joyi. Batga 180 ta sig'adi deyaptilar. Bu tomoniga qolgani, xullas qolgan mollar sig'argan qishga. Zimli angarlari bor. Zimli angarni ko'p qo'yib yuborishadi o'shaga. Xullas zimli angarga ham 50 ta 60 ta, bunisi 2 tadan angari bor ekan. Bundan tashqari o'zini TPS transformatori bor, drenaj bor ekan. Samatok drenaj. Samatok degani toksiz ishlaydigan suv chiqaverar ekan. Xullas suv svetdan muammo yo'q. Общий gektari 2 gektarlik molxonamiz sotuvga qo'yilyapti. Hozir asli molxonani aylanish uchun ancha vaqt ketadi. Velosipedda aylanish kerak. 2 gektar ekan. Nashida turib obzor qilyapmiz. Uni mol yotib turibdi. Mollar uji boqishayotgan 100 ta mol bor ekan. Mollar ham katta mol shekilli ko'ramiz. Ko'raylikchi. Molni endi kattaligi katta ekan haqiqatda. Общий summasi sizlarga baraka qilib yuboradiganimiz. Pastga egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilaverasizlar. O'zlar bilan bitta bamaslahat suhbat qilib, kelib ko'rib, Qo'shtepa tumanidan o'sha boshida lokatsiyani aytib o'tdik. So'raganlarga jo'natib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Sababi puli borga ishlama bas. Mana mol ham katta ekan hozir. O'ta ham. Mana shunaqa gollandskiy mollardan boqish nasib qilsa hammaga. Ko'ryapsizlar mana. Telefon qilinglar, novvoslar ekan, novvos ham normalniy ekan. Prosta barakaga sizlarga pastki raqamlar. Mana shunaqa joylar chiqarishda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmasdan layklar bosib, kommentariy yozib tursangiz, Farg'onada hamma joyda sotyapmiz, sekin-sekin etam-etam. Sog' bo'linglar.